O'tgan kuni bitta video joylagan edim noqonuniy tovarlar bo'yicha. O'shanda ko'pchilik kommentariyada yozishdi. Shunga bitta video tayyorlashga qaror qildim va shunaqa ma'lumotni berib o'tmoqchi edim. Bizani Fabilik kompaniyamizni a'zo bo'lish mutlaqo bepul va qonuniy. 17 yildan beri O'zbekistonda o'zini faoliyatini olib bormoqda. Qayerdan bilsa bo'ladi? Original va poddelkani ishlaydigan insonlardan olasiz. Ko'pchilik hamma demayman, ayrim mana shu Fabilik kompaniyasida ishlayman deb turib, bozordan olib turib, ko'pchilik bozordan ham olib arzon narxga o'zi mana shu kompaniyada ishlayman, katalogdan zakaz beraman deb sotadiganlar ham uchrarkan. Shuning uchun men sizlarga aytib o'tmoqchimanki, mana shunaqangi cheklarni ko'rsatadigan har doim qonuniy ishlaydiganlarni shundan bilishingiz mumkin. Masalan, mana ofisdan zakaz uriladi. Ofisdan olasiz tovarlaringizni. Masalan, biz viloyatlarga zakaz urib beramiz. Ofisdan borib olishingiz mumkin. Mana shu qonuniy, original tovar. Ishlaydiganlar mana shunaqangi chekka ega bo'ladi. Ya'ni ularning nomiga mana shunaqangi chek keladi. Bu yerda mana Toshkent, mana Kosmos, mana Respublika O'zbekiston, mana shu yerga bizning katta skladimiz bor. Mana shu yerga mana shunaqangi cheklar bilan keladi. Mana bu yerda hamma nimangiz, chiqimingiz, xarajatingiz hammasi yozilgan bo'ladi. Qonuniy ishlaydiganlardan mana shunaqangi nomiga chek keladi. Masalan, mana shunaqangi cheklarimni har doim videolarimda ko'rsatib o'tardim. Qonuniy, bemalol ishonchli zakaz berishingiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, mana shunaqangi zakaz bergan paytda qonuniyligi, mana rastamushkadan o'tgan paytda mana shunaqangi nimali strik kodlari bilan keladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz 46 Rossiya. Bu Rossiya kompaniyasi, ko'pchilik biladi. Mana shunaqangi kataloglari bo'ladi. A'zo bo'lganlar uchun bu yerda 11 mingdan ortiq tovar mahsulot bor. Parfyumeriya emas, faqat xohlagan mahsulotingizni topishingiz mumkin bo'ladi. Mana uy tozalik vositalari deysizmi? Sog'liq uchun sog'lomlashtirish, ayniqsa mana shu sog'lomlashtirishlarni juda ham ko'p ishlatib ko'ryapmiz. Tajribadan o'tyapti desa ham bo'laveradi. Juda ham ko'p mahsulotlar ko'chadagi narxlardan shular nima emas. Tenglashtirib ko'rsangiz, ko'chadan qimmat emas narxlari. Chunki bozor narxidan ko'rganmiz. Mana masalan, oddiy bitta misol, mana botanika katalogda ko'ryapsiz, 32.900 so'mdan chiqqan. Bozorda shular qancha? 30-35 mingdan sotishadi. Lekin shularning originalligini hech kim bilmaydi, hech kim isbotlab bera olmaydi. Bemalol mana shunaqangi katalogdan zakaz berishingiz mumkin. Mana shu shampun qimmatmi? Mana kompaniyaniki qimmat deyishadi. Shu qimmatmi? Yoki bo'lmasam bu qo'l krem, oyoq krem. Hech qanaqangisi qimmat emas. Mana 500 ml jidka mila 26.900 so'mdan. Hech qanaqasiga qimmat emas. Ko'rayotgan bo'lsangiz, katalogda ham arzon, mana 32.900 so'mdan. 400 ml deyiladi shular. Hech qanaqasiga qimmat emas. Bemalol zakaz berib olishingiz mumkin bo'ladi. Bunisi shakdan o'tganlar uchun sovg'a. Har katalogda, endi bu eski katalog, 2024-yildagi eski katalogim ekan. Hozir yonimda bor shu. Mana shunaqangi birinchi shovga shak 20% chegirma beradi. Ikkinchi shak 375 ml birinchi zakaz urishingizda mana shunaqangi sovg'a qo'yilgan bo'lsa, mana shunaqangi ikkita nimani 200 so'mga tekinga olasiz. Zakaz urganingizda 275 ml zakaz urganingizda keyingi katalogda. Bu degani mana shunaqangi nima sovg'a qo'yilgan bo'lsa, albatta o'shani siz tekinga olasiz. Atir qo'yiladimi, nima qo'yilsa bu katalogda
atir 30 millilik atir bilan uni nabori parfyumi sovg'aga qo'yilgan. Uni ham hozir rasmini tashlab o'taman. Xohlasangiz o'zingiz uchun a'zo bo'ling va ichki narxda 20% chegirmalarda shunaqangi mahsulotlarni bozordan olmasdan o'zingiz ichki narxda xarid qiling. Va buni ham sizga o'rgataman. A'zo bo'lish uchun shu yerda nomerimni qoldiraman va men bilan bog'lanib bemalol qanday a'zo bo'lish mumkin, o'zingiz uchun xarid qilish, zakaz berishni o'rgataman. Yoki bo'lmasam savdo qilib biznes qilmoqchi bo'lsangiz, buni ham albatta yordam beraman va o'rgataman. Noldan bemalol direktga yozing va murojaat qiling.